Tasavvur qiling, siz zo'r mahsulot ishlab chiqaryapsiz yoki sifatli xizmat ko'rsatyapsiz. Jamoangiz kuchli, ofisingiz chiroyli, lekin bitta muammo bor. Mijoz yo'q. Yoki bor mijozlar ham siz xohlagan daromadni bermayapti. Boshlandi. SMM menejerga pul to'laysiz, Instagramga reklama qo'yasiz, chegirmalar qilasiz. Konkurentlar bilan 1 so'm, 2 so'm ustida talashib, narxlar jangiga kirib ketasiz. Oxir-oqibat oylik tushumingiz ijara va oylik maoshlardan ortmaydi. Tanish holat, lekin xuddi shu vaqtda qayerdadir kimdir bitta shartnoma bilan 100 millionlab, hatto milliardlab so'mlik savdoni amalga oshirmoqda. Mijoz qidirmasdan yana. SMMga 1 so'm sarflamasdan, ular shunchaki tayyor puli bor va xarid qilishga muhtoj bo'lgan mijozning oldiga borishgan. Bu mijoz kim deb o'ylaysizmi? Bu davlat va yirik korporatsiyalar. Assalomu alaykum. Bugun biznesingizni mutlaqo boshqa darajaga olib chiqadigan, uni tom ma'noda portlatadigan vosita tenderlar haqida gaplashamiz. Tender o'zi nima? U orqali biznes qanday o'sadi va nega siz haligacha bu katta oqimdan quruq qolyapsiz? Videoni oxirigacha ko'ring, chunki bugun siz uchun yopiq eshiklarni ochib beraman. Men tenderlar olamiga kecha kelib qolganim yo'q. Yillar davomida oddiy davlat xaridlaridan tortib yirik korporativ savdolari va UNDP kabi xalqaro tashkilotlarning ko'p milliardlik logistika va ta'minot loyihalarini o'zim ham jamoam bilan ham qatnashib kelaman. Biznesda eng yaqin narsa nima? Bu albatta sotish. Siz mahsulot yaratasiz va unga xaridor qidirasiz. Tenderda esa hammasi teskarisi. Xaridor o'zi sizni qidiryapti. Masalan, menda 1 milliard so'm pul bor. Menga mana shu narsani shu muddatga yetkazib beradigan halol tadbirkor kerak deb jar solyapti. Sizning vazifangiz nima? Shunchaki o'sha taklifga to'g'ri va professional tarzda javob qaytarish. Xo'sh, nega tender biznesingizni rivojlantirishdagi eng zo'r vosita? Keling, aniq 3 ta sababni ko'rib chiqamiz. Birinchidan, katta hajmdagi pullar, ya'ni ob'yom. Siz B2C, ya'ni oddiy xaridorlar bilan ishlasangiz, kuniga 10 ta, 50 ta odamga bittalab tovar sotasiz. Charchaysiz albatta, energiyangiz ham ketadi. Davlat xaridlari yoki yirik korporativ tenderlarda esa siz birjada bir vaqtning o'zida yuzlab kompyuterlab, tonnalab qurilish mollari yoki minglab kilometr logistika xizmatini sotasiz. Bittagina yutilgan tender sizning yarim yillik yoki 1 yillik planingizni yopib yuborishi mumkin. Ikkinchidan esa bu bepul marketing va tayyor sovuq baza. Sizga sotuv bo'limi kerak emas. E'tibor bering, har kuni portallarga minglab lotlar joylanadi. Mijoz o'zining texnik topshirig'ini aniq qilib yozib qo'ygan. Rangi qanday bo'lsin, qachon olib kelinsin, qanday kafolat bo'lsin. Sizning vazifangiz saytga kirish, analiz qilish va taklif berish bo'ldi. O'ylab ko'ring, reklama byudjetini tejab qolasiz va u pulni o'z aylama mablag'ingizga qo'shasiz. Uchinchidan esa xalqaro va korporativ darajaga chiqish imkoniyati. Odamlar o'ylaydiki, tender faqat maktabga bo'ri yetkazib berishdan iborat. Aslo. Bugun siz Yetender platformasida eng yirik aloqa kompaniyalari, zavodlar bilan ishlashingiz mumkin. Yoki UNDP kabi xalqaro tashkilotlarning tenderlarida ishtirok etib, dollar hisobida daromad qilish, o'z portfoliyingizni xalqaro darajaga olib chiqish imkoningiz bor. Xalqaro shartnomasi bor kompaniyaga banklar ham, investorlar ham boshqacha qaraydi. Hammasi oldindan kelishilgan, begonalarni kiritmaydi. Bu eng katta afsona. Balki 10 yil oldin shunday bo'lgandir, lekin hozir hamma narsa elektroplanlashtirilgan. Tizim avtomatlashgan. Siz to'g'ri narx bersangiz, hujjatlaringiz joyida bo'lsa, hech qanday inson omili sizni chetlab o'ta olmaydi. Ikkinchi bahona bu tenderda qatnashish uchun milliardlar kerak. Yo'q. Siz elektron magazinda 1 million so'mlik lotdan boshlashingiz ham mumkin. Sekin-sekin portfoliyoni kattalashtirib, ishonch qozonib, aylanmani o'stirasiz. Men qanday qilib kichik kapital bilan kirib, logistika va ta'minot bo'yicha milliardli shartnomalardan chiqqan ko'plab o'quvchilarimni bilaman. Muhimi moliyaviy savodxonlik va hisob-kitob. Uchinchi bahona bu qo'rquv. Yetkazib bera olmasam-chi, insofsiz ijrochilar reyestriga tushib qolsam-chi. To'g'ri, mas'uliyat katta. Davlat yoki yirik kompaniya pulini o'yin qilib bo'lmaydi. Lekin hurmatli tadbirkor, biznesining o'zi tavakkalchilik emasmi? Agar siz logistikani to'g'ri yo'lga qo'ysangiz, shartnomani obdon o'qib, vaqtni to'g'ri taqsimlasangiz, nima uchun qo'rqishingiz kerak? Aksincha, bu mas'uliyat sizning jamoangizni tartibga soladi, biznesingizni tizimlashtirishga majbur qiladi. Demak, tender orqali o'sishga qaror qildingiz. Xo'sh, ertagayoq yutish uchun nima qilish kerak? Qo'lingizga ruchkani oling va yozib oling. Men hozir
real qadamlarni sizga beraman. Birinchi qadam, nishani aniq tanlang. Hamma narsani sotaman degan odam hech narsa sota olmaydi. O'z yo'nalishingizni, masalan, faqat IT uskunalari, faqat xizmatlar yoki faqat logistikani tanlang va o'sha sohaning texnik shartlarini suv qilib ichib yuboring. Ikkinchisi, bu hujjatlaringizni 100% tartibga keltiring. Tenderda malaka talablari bor. Korxona qarzdorligi yo'qligi, soliqdan toza bo'lishi, ta'sischilar haqida ma'lumot. Bular soatdek aniq ishlash kerak. Bitta noto'g'ri virgul uchun milliardlik lotdan uchib ketishingiz mumkin. Uchinchisi, bu moliyaviy yostiqcha yoki bank kafolati. Katta loyihalarda buyurtmachi sizdan zakalat yoki bank kafolati so'raydi. Banklar bilan hozirdan aloqani yaxshilang. Sizning ishonchli yuridik shaxs ekanligingizni tasdiqlovchi tarixingiz bo'lsin. Mana shu jarayonlarda xato qilmaslik, millionlarni yo'qotmaslik uchun to'g'ri bilim juda muhim. Shuning uchun ham biz Interbit Academy'ni tashkil qilganmiz. Biz quruq nazariyani emas, balki real, o'zimiz yutgan korporativ shartnomalar va xalqaro xaridlar bazasida to'plangan bilimlarni bo'lishamiz. O'quvchilarimiz allaqachon auksionlarda, elektron do'konlarda natija ko'rsatishni boshlagan. Biznesingizni rivojlantirish bu qulaylik zonasidan chiqish degani. Kecha 10 millionlik aylanma qilgan bo'lsangiz, bugun 100 millionga qarab harakat qilishingiz kerak. Tender platformalarida bir kunda milliardlab pullar aylanadi. U pullar baribir kimningdir hisobiga tushadi. Kimningdir zavodi ishlaydi, kimningdir furalari yuk tashiydi. Nega o'sha odam siz bo'lmasligingiz kerak? O'zingizga shu savolni bering. Sifatli mahsulotingiz bormi? Xizmatingizga javob berasizmi? Unda nega qo'rqib o'tiribsiz? Xulosa qilib aytganda, tender bu mo'jiza emas. Bu aniq strategiya va hisob-kitob. U biznesingiz uchun eng kuchli tezlatgich, ya'ni akselerator desa ham bo'ladi. Agar siz shu tezlatgichni o'z biznesingizda yoqmoqchi bo'lsangiz, ushbu video ostida kanalimga obuna bo'lishni unutmang. Izohlarda o'z yo'nalishingizni yozib qoldiring. Siz qaysi sohada tenderga kirmoqchisiz? Qurilishmi, logistikami, ITmi? Eng ko'p yozilgan soha bo'yicha keyingi videomizda maxsus analiz qilib beraman. Shuningdek, tenderlarni noldan boshlab professional darajagacha tushunishingizni xohlasangiz, Interbit Academy kurslarimizga ro'yxatdan o'ting. Havolalarni opisaniyada qoldiraman. Biznesingizda baraka, tenderlaringizda g'alaba tilayman. Sizlar bilan Maqsudbek Halilov bo'ldi. Keyingi videolarda ko'rishganda ko'rishguncha deb qolaman.